Eng muhimi, Xolmatlarnikiga bomba tushdi deysan. Tushdisan, ha? Bo'l, qani qaytarchi nima deysan? Qaytar. Hokimiyatga boraman. Haligi telefon qilaman sizga rais bu deyman. Chunki telefon simlarini bomba sindirib, bomba holmati hovlisiga tushib, haligi buncha dovdirko qog'ozni ol yozib bermasam bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Mana, ko'rib qo'y. San'at bu. Bolamni xunini kimdan olaman endi? Kimdan? Fayzulla. Aytinglar. Hammang teng, hammang barobar deysiz. Qani tenglik? Shumi tenglik? Fayzulla aka, bo'ldi. Qani tenglik? Alo. Voy Kenjayev eshitadi. Salom Inqilob Maruna. Siz bilan gaplashayotganimdan behad xursandman. Albatta, biz tayyor. Endi bu yog'ini ham qizim, bitta achchiqqina choy damlab kel. Da. Hali ham shu yerdamisan, bor choyga qara. G'irromlik qilmang. Endi mana bu ko'zguga bir qarang. Bola, men ko'zga qaramasam ham ahvolimni bilaman. Ko'zlarim qizarib ketgan. Qovog'im shishgan. Shishgan. Chunki men kechasi bilan yig'lab chiqqanman. Yo'q, siz shundoq ko'zga qarang bo'ldi, iltimos. O, bola. Ko'zimga ko'rinma. Yo'q. Senlar bilan kurashishimning boisi faqat shu. Faqat O'zbekistonda tinchlik bo'lsin. Portlash bo'lmasin deyman, xolos. Meni nevaralarim bor, bilasanmi? Bir-biridan chiroyli nevaralarim, bir-biridan shirin. Shularni boshiz portlamasin, maktabim portlamasin deyman, xolos. Tushunasizmi yo'qmi?